Men için Temur Agrobank o'rinbosariman. Prezidentimiz o'tgan yili 2025-yil shu 3-yilda o'tkazgan yig'ilishda fuqarolar bilan uchrashuv o'tkazib, ular bilan nima masalalarni yechib, ular hal qilib berish bo'yicha topshiriq berganda biz har haftasiga bir marta, ikki marta fuqarolardan nechta fuqaro bizni pastga tepaga olib chiqib masalasini qilamiz, o'rganamiz ham. Bizda masalani yechib berish bo'yicha topshiriq beramiz. Masalarimizga. Bu shunday bugungi uchrashuvimiz anaqa sizlar kelgan, balki kelgansizlar baribir. Ammo o'zi masalasini kelgan kimdir masalasi yechildi, kimdir masalasi yechilmadi. Yechilmagan hozir umid bo'yicha kim kelganmidi? Siz kelgansiz, masalani aytsangiz, hozir xodim biriktirib, pastga tushib masalani yechamiz, bo'lmasa o'zim birgalashib yig'ilib beraman. Aytinglar, o'zingizni tanishtirib. Ochilib Gulurxon. Nima masala bo'ldi sizga? Mulkdan qarz olib o'tadi menga. Kreditingiz bo'yicha mulkda qarz olib? Yo'q. Shaxsga qarz berganman. O'shani undirib, menga har oy kartamni tashlaydi. Agrobank kartam borda. Shu yerga tushmadi, shunga keldi-da. Hozir 20 ni anaga ko'rasan birgalashib.